Afsonalarni toqish, insoniyatning 24 ramziga bagishlangan fors durdonasi. Ushbu garoyib qo'lda ishlangan fors devor gilami inson buyukligi va abadiy hunarmandchilik san'atining tantanasidir. Ajoyib aniqlik va yuksak badiiy mahorat bilan toqilgan ushbu asar butun dunyo avlodlarini ilhomlantirgan, o'z yutuqlari bilan tanilgan insonlarning doimiy ta'sirini aks ettiradi. Ushbu durdonaning markazida ehtiyotkorlik bilan toqilgan 24 ta portretlar to'plami joylashgan bo'lib, ularning har biri tarixdagi eng ta'sirli namunaviy shaxslardan birini ifodalaydi. Fan, sport, adabiyot, kino, kosmik tadqiqotlar, texnologiya, san'at va ma'naviyat olamidan tanlangan bu afsonaviy shaxslar tafakkur, jasorat, ijodkorlik va donolik timsolidir. Har bir portret insoniyatni o'zgartirgan va kelajakni ilhomlantirishda davom etayotgan hayotlarga hurmat ifodasidir. Har bir yuz ajoyib darajadagi tafsilotlar bilan yaratilgan bo'lib, his-tuyg'ular, xarakter va mavjudlikni hayratlanarli realizm bilan aks ettiradi. Gilam eng yuqori sifatli jun yordamida qo'lda toqilgan bo'lib, hashamatli tuzilma va nafis yakuniy ko'rinish yaratadi. Uning monoxrom rang palitrasi, oq rangdan chuqur qora ranggacha bo'lgan nozik o'tishlar orqali oqib borib, kompozitsiyaga chuqurlik, nafislik va dramatik uyg'unlik qo'shadi. Murakkab dizayn tarkibiga mukammal uyg'unlashtirilgan Best Role Models Ever iborasi mavjud. Orqa fonga nozik tarzda toqilgan ushbu yozuv san'at asarining o'ziga xos tuzilmasining bir qismiga aylanadi va asarning ruhi hamda xabarini kuchaytiradi. Goyalari, iste'dodi va faoliyati dunyomizni shakllantirgan insonlarga hurmat. Oddiy bezak san'atidan ham ko'proq ma'noga ega bo'lgan ushbu fors devor gilami ilhom va insoniy yutuqlarning toqilgan hikoyasidir. U nafis fors hunarmandchiligini umuminsoniy madaniy xabar bilan birlashtirib, toqimachilik san'atini mukammallik, ta'sir va meros haqidagi abadiy bayonotga aylantiradi. Ushbu san'at asari Daniel Bicas Rux Collection 2020-2023 to'plamining bir qismidir.